Xullas 300 dollardan 300 dollardan 5000 dollargacha bo'lgan summada avtokredit qilaveramiz. Xo'p akalar, 2025 Mazda Cobalt'imiz ko'rsatdik. Oqidan endi sizlarga qorasidan ko'rsatamiz. Xullas mashinaning ichida ilon o'yindan boshqa hamma narsa bor. Ey gap yo'q aka. Agar 7000 dollarga berib yuboriladi. Oxiri qadalgan narx akalar. Oldi akalar, torpeda hortdan ko'rishingiz mumkin. Tablolari Malibu Premier'dagi qo'yilgan. Rul Malibuniki, barlargacha Malibu bar o'rnatilgan akalar. 6200 ga oxiri bo'lishi berib yuborilar ekan. Akalar, 2014-yil Cobalt'imiz 6700 ga sotilibdi. Biz esa sizlarga yili yangiroq, puli yaxshi holatdagi Cobalt'imizni ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Namangan mashina bozori YouTube obunachilari. Namangan mashina bozorida Cobalt'lar qatoriga yetib kelganmiz. Xudo xohlasa sizlarga yili yaxshi, narxi yaxshi bo'lgan Cobalt'larni ko'rsatishga harakat qilamiz. Sizlarni Cobalt narxlari bilan tanishtiramiz akalar. Xo'p, 2022-yil 4-paytda avtomat 45000 kilometr bosib o'tgan Cobalt'imiz sotuvda akalar. Ko'rishingiz mumkin. Diskalargacha taqilgan, to'rtta yumshoq balonlargacha bor akalar. Aytib 45000 kilometr bosib o'tgan motor qismlarini bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz akalar. Motorlarni ko'rishingiz mumkin. ABS kondisioner hammasi mavjud. Minishga tayyor holatdagi Cobalt'imiz. Salon qismini bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Narx kraskasiga keladigan bo'lsa akalar, chap tomon kirli va eshikda mana shu qismida kraskasi bor. Hisobini olib qo'yasizlar akalar. Endi salon qismini bir qator ko'rib o'tib ketamiz. Afshipka holatlari, kovriklari, mana endi torpeda holatlari, pianer magnitofonlari 45000 kilometr bosib o'tgan 4-paytda avtomat Cobalt'imizning orqa salon qismlari akalar. Mana endi Cobalt'imiz orqadan ko'rinishlar. Ha, polni shumka qilib qo'yilgan. STF'da 3 kilometr 600 dollarga. Ey gap yo'q. Mana endi mashinamizning bagaj qismlari akalar. Benzin holatida zapaskalarni ko'rdinglar. Xo'p akalar, Cobalt'imiz polni shumka holatda 3 sulov qilingan ekan, 600 dollar ketilgan. Buni ham hisobini olib qo'yasizlar akalar. O'sha aytib o'tgandek, pianer magnitofonlari, diskalari, to'rtta yumshoq balonlari. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa akalar, bozorda 10300 deyilyapti. Naqd pul bor odamga 9800 ga berib yuboriladi aka. Xudo xohlasa dokument tomonlar muammolari yo'q. Ey gap, nomer qoldiringlar aka. 91lik 178 178 3138 3138. Ushbu raqamga akamizga aloqaga chiqasizlar. Cobalt'imiz haqida yana ham to'liq ma'lumotlar bilib savdo qilishinglar mumkin. Xo'p, ukam, yangi Cobalt'lar narxlaridan ko'rsat degan akalarimiz uchun akalar 2025-yil 100 kilometr bosib o'tgan Cobalt'imiz sotuvda akalar. Ko'rishingiz mumkin. Aytib o'tdik, 2025 4-paytda avtomat 100 kilometr bosib o'tgan Redline diskalari, savatchka balonlari, vakolar qoratilgan holatda o'tlayman bilasizlar. Salon qismini bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Afshipka holatlari 163 kilometr yurgan ekan akalar. Mana salon qismlari. Yangi Cobalt'imiz akalar. Mana endi orqa bagaj holatlari. Mazda Cobalt'imiz 2025. Xo'p, bu Cobalt'imiz bozorda 12700 deyilyapti. Bizning kanalimizga 12550 ga berib yuboriladi. Kanalimiz orqali savdo qilsanglar 12550 oxiri qadalgani berib yuboriladi. Dokument tomondan hech qanday muammolari yo'q. Nomerimiz aka 88 258 20 ushbu raqamga akamizga bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Navbatdagi puli qulay Cobalt'imiz sotuvda akalar. 2014-yil 2-paytda mexanika 363000 probeg bosib o'tgan Cobalt'imizni hozir sizlar bilan to'liq obzorini ko'rib chiqamiz akalar. Kraskasiga keladigan bo'lsak, o'yin tomon mana shu Kirlosda kraskasi bor. Qolgan qismlar toza deyildi. Ustinglarga bemalol tekshirib olishinglar mumkin. Motor qismlarini bir qator sizlar bilan ko'rib o'tib ketamiz. Motor qismini ko'rishingiz mumkin. 363000 kilometr bosib o'tgan aytib o'tganimizdek, ABS kondisioner hammasi mavjud. Temir gazlarigacha bor akalar. Aka, motorlarda rasmlar yo'q o'zolsa. 4 ta yumshoq yangi balonlargacha taqib qo'yilgan akalar. Salon qismini bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Xo'p akalar, arxiv holatlarini ko'rishingiz mumkin. Salon qismini bir qator ko'rib o'tib ketamiz. 363000 probeg bosib o'tgan aytib o'tganimizdek, 2014-yil 2-paytda mexanika Cobalt'imiz orqa salon holatlari. Mana endi Cobalt'imiz orqadan ko'rinishlari.
Ko'rishinglar mumkin, temir gazlargacha bor. Narxiga keladigan bo'lsa akalar, ushbu Cobalt'imizni 7200 so'ralyapti bozorda. Kanalimizga obunachilar uchun $7000 ga berib yuboriladi. Oxiri qadalgan narx akalar. 7000 ga berib yuboriladi. Nomerlarni ekranda qoldiramiz, ya'ni to'liq ma'lumotlarni telefon raqamlari orqali bilib savdo qilishinglar mumkin. Nomerimiz aka 88 258 20 ushbu raqamga akamizga bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Xo'p akalar, 2025 Masla Cobalt'imizni ko'rsatdik. Oqidan endi sizlarga qorasidan ko'rsatamiz. Ko'rib turganlaringdek, qop-qora redline holatdagi qop-qora Cobalt'imiz 2025-yil 439 km bosib o'tgan Cobalt'imiz akalar. 4-paytda avtomat aytganimizdek. Salonlarni bir qadar ko'rib o'tamiz. Afshika holatlari. Mana endi salon holatlari aytib o'tdik. 439 km bosib o'tgan. Orqa salon holatlari. Qop-qorasidan so'ragan akalarimiz uchun qorasi boshqacha bo'lar ekan akalar. Ko'rib turganingizdek, ideal holatda. Narxga keladigan bo'lsa, bu ham bozorda akalar 12700 so'ralyapti ekan. Hozir egasi yo'q ekan akalar. 12600 ga barakaga aloqaga chiqishinglar mumkin. 94lik 956 05 00 ushbu raqamga akamizga aloqaga chiqib savdo qilishinglar mumkin. Akalar, navbatdagi Darkomon bo'luv Cobalt'imiz sotuvda imkon qadar sizlarga har xil yildagi Cobalt'lar narxlarini bilan tanishtirishga harakat qilyapmiz. Navbatdagisi sizlarga obzorni qilib beramiz akalar. 2024-yil akalar 10000 km bosib o'tgan, kraskalarni top-toza holatdagi Darkomon bo'luv Cobalt'imiz. Nima aka? Bo'ldi. Xo'p, motor qismini bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz akalar. Motorlarni ko'rishinglar mumkin. Motorlarda hech qanday ishlar yo'q. Pakalina gazlargacha o'rnatib qo'yilgan ekan. ABS konseri hammasi mavjud. 4 yumshoq balonlari, zavodskiy diskalar akalar. Salon qismini bir qator ko'rib o'tib ketamiz akalar. Tonirovkalargacha qo'yilgan. Mana endi salon holatlari, afshika holatlari, kovriklari 10000 probeg bosib o'tgan. Aytib o'tganimizdek, mana endi torpeda holatlari, 4-paytda avtomat, $100 chexollargacha taqib qo'ygan mumkin deb aytdi akamiz. Cobalt'imiz endi orqadan ko'rinishlari. Mana orqadan ko'rinishlari. Qarapan tabletga holatida Cobalt'imiz 10000 probeg bosib o'tgan akalar. 2024 4-paytda avtomat Cobalt'imiz endi narx qiziq. Narxi qancha deyapsiz aka? Akalar 11600 naqd savdoga kelishadigan joylari bor ekan. Nasiyaga 8000 pul bo'lsa 5 to'rog'iga qolgan kelishgan. Aha, 8000 pul bor odam aloqaga chiqib qo'ysin aka. Nomer qoldiraylik. 94 94lik 244 244 41 11. 41 11. Ushbu raqamga akamizga aloqaga chiqasizlar. Cobalt'imiz haqida yana ham to'liq ma'lumotlar bilib savdo qilishinglar mumkin. Navbatdagi oq Cobalt'imiz sotuvda akalar 2019-yil 57000 probeg bosib o'tgan. 2-paytda mexanika Cobalt'imiz ko'rishinglar mumkin. Motorlari hech qanday rasvo joylari yo'q, ABS konseri hammasi mavjud. Benzindami aka? Akalar, Cobalt'imiz benzin holatida. Motorlar hech qanday ishlar yo'q. Aytib o'tganimizdek, salon qismini bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. To'rtta yumshoq balonlari 2019 aytib o'tdik. 57000 probeg bosib o'tgan. Afshika holatlari. Torpeda holatlari akalar. Ko'rib turganlaringdek. Aytib o'tdik akalar. Torpeda holatlarini ko'rib o'tdinglar. Endi Cobalt'imizni orqadan ko'rinishlari. Aytib o'tganimizdek, Cobalt'imiz akalar benzin holatida. Zapas holatlarini ko'rganlaringdek ideal holatda turibdi. 2019 57000 probeg bosib o'tgan. Ikkita kichkina petnojoti bor. Uni hisobini olib qo'yasizlar akalar. Narxi keladi bo'lsa 8300 so'ralyapti. Kelishiladigan joylari bor. Nomerlarni ekranda qoldiramiz. Yana ham to'liq ma'lumotlar telefon raqamlari orqali bilib bemalol savdo qilishinglar mumkin. Avtomat Cobalt so'ragan akalarimiz uchun navbatdagi 2023-yil 4-paytda avtomat Cobalt'imiz sotuvda akalar. Ko'rishinglar mumkin. Motor qismlarini nima aka? Dokumentlar şeyde böyle natarsda. Aha.
Bo'ldi aka. Dokumentlari akalar muammosi yo'q ekan. Shu yerda bo'ladi aka. Pakeleni gazlarigacha bor ekan, ko'rib turganlaringdek, motorlarda chiqqanda ishlar yo'q, minishga tayyor holatdagi ABS konseri hammasi mavjud akalar. Aytib o'tdik, 4-paytda avtomat 2023-yil Cobalt'imiz. Kraskalari top-toza holatda, 4 ta yumshoq balonlari, zavodskoy diskalari. Salon qismlarini bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Afshibka holatlari. Boshlaymiz. Torpeda holatlarini ko'rishingiz mumkin. 35 ming probeg bosib o'tgan, 4-paytda avtomat. Mana endi orqa salon holatlari. Namangan moshina bozorida Cobalt'imiz mana orqadan ko'rinishlari. Ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz aytib o'tdik, propan gaz holatida. Narxini qancha deyapsizlar aka buni? 11 ming. 11 ming. Kelishiladi? Kelishmaymiz. Kelishiladigan joylari bor ekan, 11 ming so'ralyapti akalar. Dokumentlarni aytib o'tganimizdek, hech qanday muammo joylari yo'q. Nomerimiz 91lik 91lik 366 366 33 30. 33 30. Ushbu raqamga akamizga aloqaga chiqib, Cobalt'imiz haqida yana ham to'liq ma'lumotlar bilib savdo qilishingiz mumkin. Navbatdagi 2021-yil 2-paytda mexanika Cobalt'imiz sotuvda akalar ko'rishingiz mumkin. Kraskalar top-toza holatda, 57 ming probeg bosib o'tgan. Aytib o'tdik 2021. Motor qismlarini bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Motorlarni ko'rishingiz mumkin, hech qanday rasxod joylari yo'q, minishga tayyor holatda, ABS konseri, gazlargacha bor akalar. Bitta yumshoq balonlari, salon qismlarini bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Aytib o'tdik, kraskalar top-toza. Ashka holatlari 57 ming probeg bosib o'tgan 2021-yil Cobalt'imiz. 2-paytda mexanika, orqa salon holatlari akalar. Salonlari ideal holatda turibdi. Mana endi Cobalt'imizni orqadan ko'rinishlari, temir gazlari, zapaska holatlari. 57 ming probeg, 2-paytda mexanika, 2021-yil, kraskalari top-toza. Narx qancha aka? Narxi 20 ekan bu. 10 mingga beramiz. 10 mingga beramiz. Oxir qadalgan 10 mingga beraveramiz. Gap yo'q. Dokumentlari xudo olsa muammo joyi yo'q. Nomerimiz aka 50lik 50lik 779 779 0020. 0020. Ushbu raqamga akamizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Akalar, 2014-yil Cobalt'imiz 6700 sotilibdi. Biz esa sizlarga yili yangiroq, puli yaxshi holatdagi Cobalt'imizni ko'rsatamiz akalar. 2020-yil 2-paytda mexanika holatdagi, kraskalari top-toza Cobalt'imizni obzorni qilamiz akalar. Motor qismini ko'rishingiz mumkin. Motorlarda xudo olsa gram rasxodlari yo'q, hech qanday ishlar yo'q deyildi. Gazlari bor, ABS konseri hammasi mavjud. Aka xudo olsa. Aytib o'tganimizdek, motorlarda hech qanday ishlari yo'q. Kraskalar top-toza. 100 qanchada yurgan? 120 mingga? Akalar 120 ming kilometr bosib o'tgan. Avtomat diskalar 4 ta yumshoq balonlargacha taqib minishga tayyor holga keltirib qo'yilgan. Salon qismini bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Afshibka holatlari, ko'riklari, aytib o'tganimizdek 120 ming probeg, torpeda holatlari. Mana endi orqa salon, chexol, sidina holatlari akalar. 2-paytda mexanik aytganimizdek. Cobalt'imizni orqadan ko'rinishlari. Bagaj qismlariga yetib keldik. Bir qator endi bagajlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana gazlari. Zapas holatlarni ko'rdinglar akalar. 2022-paytda mexanika, kraskalari top-toza, 120 ming probeg bosib o'tgan. Dokument tomonidan hech qanday muammolar yo'q. Minishga tayyor holatda. Narxga keladigan bo'lsak, degan ham chiqarib beradi. Gap yo'q aka. Narxga keladigan bo'lsak akalar 9,5 ming deyildi. Akamiz aytayaptiki, sunnatiga o'tib beraman 9,5 dan deyildi. Xudo xolisa nomerlarni qoldiramiz. Mashinamiz haqida yana ham to'liq ma'lumotlar bilib savdo qilishingiz mumkin. Nomerimiz aka 99lik 643 23 55 ushbu raqamga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. O'tdik. Like va podpiska bo'lishni unutmanglar. Xo'p, 2014-yil 2-paytda mexanika Cobalt'imiz sotuvda, albatta yaxshi narxga. Motor qismlarini bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz akalar. Xo'p, mashinamiz yurib turib ko'rishingiz mumkin. Motorlari jim holatda akalar. ABS konseri hammasi mavjud. Temir gazlarigacha bor. Xudo xolisa rasxodlari yo'q motorlarda.
kraskalari keladigan bo'lsa akalar, o'ng tomon kirilovda va mana shu o'ng tomon kirilovda va kapotda mana shu qismida petno qismi bor. Buni joyga hisobga olib qo'yasizlar. 219 ming deysizmi aka? 2014-yil ikkinchi payti mexanika 219 ming bosib o'tgan akalar. To'rtta o'rta qo'l yumshoq balolargacha bor. Salon qismidan bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Afshifka holatlari mana endi salonga kirib oldik akalar. Aytib o'tdik 219 ming probek ikkinchi paytda mexanika Cobalt'imiz. Orqa salon sidinda holatlari, chexol poliklari yaxshidan taqib qo'yilgan, minishga tayyor holatda. Endi Cobalt'imizda orqadan ko'rinishlari ko'rishingiz mumkin. 2014 lekin 2014 ga holat ancha yaxshi holatda ekan. Endi bu meni fikrim. Xo'p, temir gazlarni ko'rdinglar. Narxiga keladigan bo'lsa akalar, ushbu Cobalt'imizga 7200 narx belgilangan. Kelishiladigan joylar bor. Bemalol bu bozor narxi, savdo qilib o'zingizlar bemalol savdo qilib kelishinglar mumkin akalar. 7200 tushib berilar ekan. Nomerlarni qoldiramiz. Aka nomer qoldiraylik. 94lik 713 713 32 32 ushbu raqamga akamizga bog'lanib bemalol savdo qilishinglar mumkin. Navbatdagi Malushin Svetdagi Cobalt'imiz sotuvda akalar. 2013-yil ikkinchi paytda mexanika 296 ming probek bosib o'tgan. O'rtacha bir 5% kraskalari bor ekan akalar. Hech qanday udonlar yo'q holatdagi, minishga tayyor holatdagi Cobalt'imiz sotuvda. Motor qismidan ko'rishingiz mumkin. Motorlarda ishlari yo'q deyildi, minishga tayyor holatda. ABS konditsioner hammasi mavjud akalar. Aytib o'tdi, o'rtacha bir 5% kraskasi bor. To'rtta yangi yumshoq balonlargacha taqib qo'yilgan ekan akalar. Salon qismlarini bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Afshifka holatlari, chexol poliklari, mana endi torpeda holatlari aytib o'tganimizdek 296 ming probek, ikkinchi paytda mexanika. Orqa salon holatlari ideal holatda turibdi akalar. Cobalt'imiz mana orqadan ko'rinishlari. Mashinamiz akalar benzin holatida, shumkalarcha qilingan pollari ideal holatda turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak akalar, ushbu toychog'imizni 6200 ga oxiri bo'lishi berib yuborilar ekan. Yana ham to'liq ma'lumotlar telefon raqamlari orqali bilib savdo qilishinglar mumkin. Nomerimiz aka 94lik 506 75 75. Ushbu raqamga akamizga bemalol aloqaga chiqib savdo qilishinglar mumkin. Salonlari polni navorot qilingan navbatdagi Cobalt'imiz Namangan Norin moshina bozorida sotuvda akalar. 2023-yil 4-paytda avtomat kraskalari top-toza holatdagi 68 ming probek bosib o'tgan navbatdagi Cobalt'imizni obzorini qilamiz akalar. To'rtta yumshoq balonlari, o'sha aytganimizdek o'zim zavodskiy avtomat diskalari, ABS konditsionerlar hammasi mavjud. Motorlarda hech qanday ishlar yo'q ekan, xudo xolasa minishga tayyor holatda sizlar bilan $8 qo'ygan. Malibuga ham tushadi bu propan pakelenda gaz. Malibuga ham tushadi primeriga. Aha, aytib o'tganimizdek navorotlarni endi hozirlarga bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Barcha navoratlari salon qismida akalar. Ha, aytib o'tamiz akalar, mashinamiz Cobalt'imiz polni tomlarigacha shumka holatida. Xo'p, salon qismlari ketdik. Afshifka holatlari. Mana endi salonga kirib oldik akalar. Torpeda holatlarini ko'rishingiz mumkin. Tablolari Malibu Premier'dagi qo'yilgan. Rul Malibuniki, barlargacha Malibu bar o'rnatilgan akalar. Ko'rishingiz mumkin. Chexollari ham yaxshidan taqib qo'yilgan, minishga tayyor holatda. Xullas, mashinaning ichida ilon o'yindan boshqa hamma narsa bor. Ey gap yo'q aka. Bagajni bitta ochaylik aka. Xo'p akalar. Endi Cobalt'imizni bagaj qismini bir qator ko'rib o'tib ketamiz. Mana bagaj qismlari. 60 talik propan pakelenda. 60 talik. Aha, propan. Agar o'ylabda sharoit bo'lmasa, masalan, gaz balondan ham emissalar to'laveradi. Bitta zapravka bilan 900 km yuradi. Ey gap yo'q aka. Ushbu toychog'imiz kerak emas. Ha. Narxini qancha deyapsiz endi aka buni? Naqd pul berishganga 11400 ga beramiz. 1 so'm kami yo'q. 10 Naqdga 11400, 1 so'm kami yo'q. Bankka so'rashsa 11,5 ming bo'ladi narxi.
1,5 dollar puli borga chiqarib beraveramiz bankka. Ey gap. Dokumentlar xudo olsa chana muammosi yo'q. Ada yagacha notarius pul sanashadi. Bo'ldi aka, nomer qoldiring aka. 88 88lik 003 003 0069 00 69. 69. Ushbu raqamga akamizga bemalol aloqaga chiqib, Cobalt'imiz haqida Gentra, Cobalt, Nexus 3, liboy mashina, vertolyot, samolyot ham chiqarib beraveramiz. hey gap yo'q. Akamizga bemalol aloqaga chiqib, savdo qilishingiz mumkin akalar. Yana mashinalar bor ekan, eshitdinglar. Kimga qanaqa mashina qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, savdo qilishingiz mumkin. Xullas 300 dollardan 300 dollardan Aha. 5000 dollargacha bo'lgan summada avtokredit qilib beraveramiz. Hey gap yo'q. Aka kerakli odam ekan.